Voy voy, bitta uyda ikkita chaqaloq birdaniga tug'ilsa ham bo'lmas ekan. Uf, oyijon, sizniki ham yupolmayaptimi? Dadasi ushab turing. Dadasi? Mol qo'qitib yubordi. Mang. Topinjonim mening, mening. Dada shunda ushlab turing. Yo'q, ushlab turolman, men ham chiqib kelaman. Hozir kelaman, hozir kelaman. Bu hammasi besohat ey. Ha bulbulchalaridan dang dang daradaradang dadang dadang dang daradaradang. Kelin, eringiz pampers olib kelib berdimi? O'g'il bolaga ko'p pampers kiydirib bo'lmaydi, zarar bo'ladi. Bering bu yoqqa. Oyijon, nima qilasiz uni? Musorga tashiymi? O'g'lim mana uni qara, 60 yoshda ham qo'lni qara. Vo kufu, vo Jekchan Van Damme. Bu degani 70-80 yoshda ham senga uka olib kelib beraman degani. Ha, как раз o'shanda mahallaga ham chiqa olmay qolar ekanmiz-da. Ha, chiqib esa ukalariga qarab o'tirasan-da. Oyijon, chaqaloqlar nozik bo'lar ekan. Ularga yaxshilab e'tibor berib, hamma narsasini o'z vaqtida berish kerak ekan. Biz qayerdan bilardik? Bola katta qilib yurmagan bo'lsak, siz ham yeringizni qo'shli katta qilib bergan. Bolangning ovozini uncha o'tkir, qulog'imni teshib yuboray deyapti. Dada, ukam yig'layaptimi? Uy, ovozini nevarangizni ham uyg'otib yubordi. Ovozni ko'ryapsanmi o'tkirligini? Hofiz bo'ladi-da, hofiz. Adasi, to'xtang. Hop. Ana qolib kelib bering. Nima, qanaqa? Anu boru esimga kelmayapti. Ha, uyaltirma kelin, nanaqa deyapti? Yopga ber bo'ldi. Nima o'sha? Adajon, o'g'lingiz hamma ishlarni nima qilardi? Tasha. Ha, kash olib kelib bering. Siz bir tug'men ekan. Bolangizga yopishib qoldingiz. Ko'chada shuncha ish qolib ketyapti. Uzr, oyijon. Kelin, nima qilyapsiz? Yig'ishtiring ishingizni, kiring ichkariga, bolangiz yig'layapti. O'zi nima qilay? Dada, nevarangizni qarang, boshqacha. Ha, boshqacha. Kattalari ham boshqacha. Mana o'g'il bo'ladi. Pakito, oktagonliga menga jang bering. O'g'lim-ke. O'g'lim ke, mana o'g'il bo'ladi. Ana, ko'ryapsanmi? Banya chifoq. Shirin bola